Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga murojaat bilan chiqayotganimiz Toshkent shahar Yashilobod tumani Jarqo'rg'on ko'chasida milliy loyiha bo'lgan Yashil makon prezidentimiz loyihasi. O'shanga bizda murojaatimiz shundan iboratki, mana qarang, 700 ta daraxt ekkanmiz, gul ekkanmiz, mana shularni obodonlashtirib, musor joylarni chiroyli bir holatga keltirib qo'yganmiz. Yana kelajakda 1000 tadan oshiq daraxt, gullar, skameykalar qo'yib fonarlar qilmoqchimiz. Shunga bizga svet bilan suv muammosi bor. O'shanga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Hech shu masala hal bo'lmayapti. Sizlarga mana oldingi holatini ko'rsatmoqchiman. Oldingi shu holatda bo'lgan. Shu holatda bo'lgan oldin. Mana kelajakda inshaalloh nasib qilsa bu holatga keltirmoqchimiz.